Nima qancha ekan opa? Kami bor 6000 dan beri. 6000 mi? 6000 ekan. Behichi behi. 5000 ekan. Mana 4000 olma, 4000. Chiroli behi nech pul ekanmi opa bu? Ha, nech pul behi? 10000. 10000 ekan. Yo'q, 9dan kam yo'q. Opa anor nech pul anoringiz? 20000. Mana 20000. Kam bormi? Bor. Narxda kamda narxi shakasi emas. Olasizmi yo shunchaki reklama? Olamiz. Analar ham Nech pul shalg'am? Sağlam keling. 3 kilosu olmuyor. 3 kilosi 10 ming. Turibchi? Türban 3 kilosu olmuyor. 3 kilosi 10 ming. Mana mayiz so'yaka nech pul bu? 80 ming ekan. Bunisi-chi opa? 70 ming. Mana 70 ming. Ana 60 ming. Qarang. 60 ming ekan. Qurib chiroyligini qarang mana. Mana. Bu ham 60 ming. Mana 50 ming. Mana 50 minglik ham bor ekan mana. Menga tugab qoldi. Simangiz nech pul sizmi? Sizmi? 20 ming. 20 ming. Xurmo nech pul dehqon aka? Kilosi 15 ming. Arzon, rahmat. 7 ming so'm. Ham bilmay. Qatti bu? Karkidon. Nech pul bu? Qizil olma. 15. 15 ming ekan. Qattiki bu? Karkidon. Mana Orzon. Rahmat. Tabaraka. Nima? İkide setkiga ben bütünü ko'tara olmayman. Bitta qo'lda ketadi. Nech pul bo'ldi olma? 2,5 dan berdi. 2,5 ming bo'pti mana. Dehqonga rahmat. Setkaga almashtirib qo'yavermaysizmi? Yakshanba Chus shahri. Olma bozori. Nok nech pul ekan nok? 15. 15 ming ekan mana. Qancha deyapsiz? O'rik nech pul o'rik? 30 ming. 30 ming. Hayvondimi? Ha, hayvonda degan Mirsanjal Mirsanjal Suxon. Qatti bugun? Bu baliqchiniki aka. Baliqchiniki ekan. Qardiyo bermi? Eski. Mayli, rahmat. Yo'ngoq kimdan nech pul? 25 dan. 25 dan. Zo'r yong'oq olavering rasmga. Bo'lyapman-ku. Bu nech pul bo'ldi yo'ngoq? Voy tavba. Ha? Menga qarang. Nech pul beryapsizlar? Bor narsani aytyapman. Ha? Mayli, yo'q demayapman. 12 ming mana. Topalasizmi? Odamlar ustidan. Yo'ngoq seero mana ko'chagacha chiqib ketgan. Ha, nech pul yo'ngoq? Oya 15 ming kimda 16 ming verdim oya. 17 berasiz. Mana 16 ming bo'lyaptimi? So'ng'isi 16 ming mana. Qatta bo'lgan bu? Varzikda. Varzik, Qaraqo'rg'on mana. Kelaverasizlar. Yo'ngoq seero mana. Sekina dalan ishini yana. Endi deydi ku. Evet. 27 be. Nech pul yo'ngoq? Bilmem. 12 ming. 12 ming ekan mana. 12 mingdan. Mana seero yo'ngoq chustda mana. Varzinikimi aka? Varziniki. Varziniki mana. Mana Varziniki varziniki 10 ming, 8 ming, 15 ming. 15 mingga bor ekan mana. Yaxshilari 15 ming. Mana yo'ngoq seero. Bu qildi. Nech pul bermading? Amina hamisha mi? Yo meni qalay? Nech pul qildi? Behazda. Ha? 12 ming mana. Yo'ngoq sayil. Kelaverasizlar mana. Qo'qondan kelgan Qobiljon. Ye gap yo'q, gap. Atamjon. Atxamjon. Nasib opa. Bu mag'iz nech pul mag'iz?
Mağız bunisi 40 ming. Ha. Bunisi 55 ming. Yani 55 mingdi, 40 ming ekan. Tam demek. Har mı zarar veririz? Blogger gittin ya be. Ha. Mahmut aka gitti buna chiroyli. Mashhurim shu. Champuli nech pul? 20 ming. Kamichi? 1000 so'm o'tib beradi. Mana 1000 so'm o'tib berar ekan mana. Bo'yong'oq ekan o'zi ham, bo'yong'oq. Zo'r. Yong'oq serob mana kelaverasizlar. Yong'oq sayil mana yangilar nafasi. Assalomu alaykum. Sofirdagilar. Keling, chuska Ana, ana. Qo'lma yong'oq, bodom arzon. Bak ko'rading? Sizga qazza? Ha. Mana yong'oq serob. Market nech pul ekan? 3800. Optimda? Optim mana 3800. Aralashmachi? Bu ham 3800 ekan. Makka bozor. Nech pul makkangiz, qo'lay? 3800. 3800. Reklama qilish kerak. Tag'o arpa nech pul, arpangiz? Arpa 3800. 3800. Makka ham shunaqami? Makka 4000. 4000. Bug'doychi? Buğday 7. 307 ekan mana. Mana shu Shakimboy aka. Üç bin 800, 3700 buğday. Optim narxi. Abi resmi kaç?